ertalab tongdan to mayli bering aka. to soat 8-9 gacha bozor bo'lyapti. Gap hozir bunda emas. Asosiy masalaga aytmoqchi bo'lgan narsam pomidor, bolgarskiy baqlajonlarni narxini bildirib turaman, chunki hadimi achchu yopadigan sezonida kelyapti. O'shaning uchun narxlar bilan tanishtirib turaman. Podpiska bo'lmaganda bosib qo'yinglar. Bir oy 15 avgustdan 15 sentyabrgacha. Joninglar sog' bo'lsin. Necha bo'lyapti pomidorda? Pomidor necha bo'lagan? Pomidor 10 ming, 5 ming. 5 ming. Hozircha 5 ming ko'rdim. Naryoqda hozir yana bu Chorsu bozorda ana pomidorlar hamma yoq. Hozir narxlarini ko'rsataman sizlarga. Pomidor yashikka nechi bo'l? Pomidoringiz yashikka nechi bo'l? Yashikka nechi bo'l? 7 ming oliga. 7 ming. Yashuga nechi pul bo'la? Rozoviy. 4 mingdan beraman, oling. 4 ming. Kelin yaxshi pomidorlar bor. Ana namta zelinda. Yana? Hop. Tokbay yo'q. Bolgarskiylaringiz nechi pul? Bolgarskiylar 6 ming. 6 ming qizili hammi? Bolgarskiy 6 ming bo'lyapti. Hop. Pomidorlar yashikka nechi pul? Pomidoring yashikka nechi pul? 8 ming. 8 ming. Achchi unikicha mana bunisi. Buning nechi pul mana bunisi? 6 ming, 5 ming beraman shuni. 5 mingni. Hop, hozircha yashuga 5 ming bo'lyapti. Mana yoqishga tayyorgarchiliklarni ko'raveringlar. Chesnok nechi pul kerak? 10 ming, 10 ming. Baqlajonchi? 5 ming. 5 ming so'm bu ham. Kerak. Qattiq bor baqlajon bor. Hop, hozir pomidorlarni ko'ramiz yana. Tog'a pomidor yashikka nechi pul? 7 ming, 7 ming beraman. 7 ming bu sifatlisi. Tog'a achchichuga nechi pul bo'la yashikka? 6,5 beraman. 6,5 ming. Hop, yashuga 6,5 ming. Hozircha o'rtacha narx 5 ming so'm bo'lyapti. Sifatiga qarab, baqlajon nechi pul? 5 ming. Bu ham 5 mingmi? 8 ming. 8 ming, sifatligi buchi? 7 ming. 7 ming. Hop, yarim borli, zelinga mana. Xullas kalam kesanglar mana qopqoqlar ham bor. Yog', tuz. Xullas hamma narsani olib keta olasizlar. Bor hamma narsa. O'zi ham rosa cho'zib yubordim sizlarga. Mashina turavering. Demak, 15 avgustdan boshlab 15 sentyabrgacha bolgarskiy baqlajon pomidorlarni narxini aytib turaman sizlarga. Achchu sezonida xabardor bo'lib turinglar. Podpiska tugmasini bosib qo'ysanglar, o'tkazib yubormaysizlar narxlarni. Eng arzon bo'lgan paytini ham aytaman. Nech pul ekan bular yashuga? 6 ming qilib beraman. 6 ming. Hop, bodiring mana 5 ming so'm. Tuzlaydigani ham bormi, tog'a yo'qmi? Cho'tir ertalab bo'ladi. Ertalab bo'ladi. 15 ming so'm bu. Kilosi 15 ming so'm. Brokoli 15 ming. Brokoli 15 ming so'm bo'lyapti.
Xo'p, ana yashuda pomidor bor ekan. Bu yoqda ham mana bu yoqda ham bor ekan. Katta yashik nechi pul tog'a? Bularingiz nechi pul? 230 ming. Nechi kilo yashikka nechi pul? 30 kilo. 7,5 ming. 7,5 ming tushadi. Sifatlilar 7 ming, 7,5 ming bo'lyapti. Bu yoq yana Orting pomidor. otizga aka. Orting 3 ming so'm pomidor aka. 3 ming so'm mana. Mana 3 ming so'm. Boshlansin mana aka. 3 ming bo'lib ketdi mana. 3 ming bo'lib ketdi mana. Kelinglar. Faqat bugun ertaga yo'q. Ertaga yo'q, kelinglar. Mana 6 ta yashik qoldi. 3 Bo'pti ming. jigarlarim, xayr. Tugatsak bo'ldi aka. Bo'pti jigarlarim. Har kuni chetdamisizlar? Pomidor mana. 60 ming bo'ladi yashigi mana. 3 ming so'm pomidor.